Nima uchun o'zbeklar yakshanbani bozor kuni deyishadi? Jizzaxjon sahifasiga obuna bo'ling, aytib beraman. Buning 85 yillik tarixi bor. Bilamizki, sobiq ittifoq davrida kolxoz va savxozlashtirish siyosati jadal olib borilgan. O'ta qattiq mehnat tartibiga rioya qilingan. U davrda hozirgidek har kuni bozorlar ishlamagan va istalgan paytda bozorlik qilish uchun bozorga borish odati bo'lmagan. O'zbek xalqi faqat bir kun, ya'ni juma kuni bozorga borgan va bozorlik qilgan. Aholining asosiy qismi kolxozlarda, zavod, fabrikalarda va qishloq xo'jaligida mehnat qilishi hisobga olinib, bozor qilish kuni ish kuni bo'lgan jumadan dam olish kuni bo'lgan yakshanbaga ko'chirilgan. Bu bo'yicha O'zbekiston SSR Xalq komissarlari Sovet raisining qarori qabul qilingan. Shundan beri yakshanba xalqimiz uchun bozor kuniga aylangan. Lekin hozir ham O'zbekistonning deyarli ko'plab viloyatlarida juma bozor degan bozorlar uchrab turadi. Shunaqangi qiziqarli ma'lumotlarni o'tkazib olmaslik uchun Jizzaxjon sahifasiga obuna bo'ling.